Yaxşısınızlar dostlar, ben Yumur Xumar Mevlida. Ustoz riyosetchimiz Yusufjon Qiyum akamiz tunji qitim sizni maydon ko'rishim aka. Rahmat. Meni bundan burun tanıdınız aka? Ha, ko'rganman sizning yumurlaringizni anglagan, kulgan deganda. Oy, rahmat aka. Mushu men qizvola turib mushu chaqchaq xumar bo'lib qolganim to'g'rida qanday o'ylaysiz aka? Endi mandaqchi g'olji xalqi yumorist xalqchi. Bizning oramizda mana nurg'un yumor so'zlaydiganlar bor. Ondan keyin mushu qizlarning ayollarning ichidami yumor so'zlaydiganlar, chaqchaq qilganlar bor-ku. Chaqchaq qismi ravz qildi. Lekin ayni vaqtlarda endi ba'zi bir padishaplar tupaylimi yo ekranga yuzlanganlik tupaylimi ko'pincha bayqalmagan. Bizning g'oljinoyidimi bek ko'p. Ko'p bo'lgan dangliklerim bor, undan dangliklar. Bu qitim sizni ko'rib bek xush bo'ldim-cha, yumorni so'zlab chiqib ketgansiz bek xush bo'ldim. Nima desa, shunda bir xil dadil bo'lish kerak. Shunda bir xil yumoristik xislat bu erlarga o'g'illarga emas, ayollarga, qizlarga o'tish kerak. Ular o'zining rolini joriy qildirish deb o'ylayman. Bo'sh xis to'ldiryapsiz. Rahmat aka, bek rahmat. Shunchalik xush qilyapsiz aka. Sizlarning mushundaq jinqa qilishinglarga erishib, aka texim olg'a ilgarilashga men bir madad olayotdi. Bugun Yusufjon Qiyum akam bilan birga Toshmahmat Botir akamning mushu Tam Davom markadagi ichimlikning mushu g'o'ljidagi ichilish murosimiga faoliyatga kelib qopti aka. Mushta qurliq azroq sizlab berganmisiz? Men Toshmahmat Botir bir necha kun g'oljiga kelib men telefon qildi-ki, adashmasda bir ish bo'lyapti-da. Men obraz vakil bo'lganmiz Tam Davom markasiga. Sen bir qatnashmagan bo'lsang degan, men ham xush bo'ldim-ku. Toshmahmat Botir bilan chunki abiyam sag'inda deyishdik. Biz bola chaqlarida tanishimiz, nurg'un tekstlarda, nurg'un naqshlarda hamkorlashgan. Hozirgacha hamkorligimiz uzilmay ketib bordi. O qanchalik o'rlasa, qanchalik yuz topsa, qanchalik obro'y topsa, yuragimda qo'shilaman. Bir odatdagi qiziqishdan, o'tliq muhabbat, o'tliq talant bilan Toshmahmat Botir oxir Çolpandan keyin ustoz san'atkorga aylandi. Buning bu manzili yomon jafo tortgan manzil, uzluksiz tirishgan manzil, uzluksiz bel qo'yib etmagan manzil. Shuningdek Toshmahmat Botir men bir qoyil. Bu qitim Toshmahmat Botir Tam Davom degan mush markani tanlab turib obraz vakil bo'lgan ekan, cho'qim bumi. Cho'qim cho'lpan mahsulot, yaxshi mahsulot topib xalqning, har millat xalqining e'tirof qilishiga, orzu qilishiga, ishlashiga, qo'llashiga erishadi deb o'ylayman. Rahmat aka, rahmat.